Hozir bolalar tug'ilganidan telefonga yopishib, undan ajralgisi kelmaydi. Shunday qulay zamonda o'qish tugul uyga vazifalarni ham zo'rg'a bajarishadi. Ota-onalarga uy ishlariga yordam berish ham ularga ba'zida malol keladi. Xo'sh, bundan ro'ppa-rosa 100 yil ilgari bolalar qanday ahvolda yashashgan? Misol uchun, Yevropada 1925-yilda 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 100 minglab bolalar 12-16 soat tikuv sexlarida, ko'mir shaxtalarida, qurilish inshootlarida og'ir sharoitlarda ishlashgan. Bolalarning barmoqlaridan tikuv mashinalari chaynab ketishi, ko'mir shaxtalarining bosib qolishi, qurilish joylarida mayib majruhga aylanishi oddiy holatga aylangan. 1925-yillarda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning har 10 tadan 2 tasi sil, pnevmoniya va qizamiq kabi kasalliklar tufayli vafot etgan. Aynan shunday holatlarni oldini olish uchun 1949-yilda Parijda Xalqaro Demokratik ayollar federatsiyasi tomonidan 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida belgilandi. 1950-yildan boshlab ko'plab mamlakatlarda nishonlana boshlandi. Hozirgi kunda bolalarni himoya qilish kuni 145 dan ortiq davlatlarda nishonlanadi. Ammo bugungi kunda ham ayrim davlatlarda holat quvonarli emas. Hozirda dunyo bo'ylab 224 million bola sifatli ta'lim olishdan mahrum. 385 million bola to'yib ovqatlanmaydi. 60 milliondan ortiq bola urushlar va boshqa muammolar sababli surgunda yuribdi. 160 milliondan ortiq bolalar og'ir mehnatga jalb qilingan. Har yili 5 millionga yaqin yosh bolalar ochlik va kasalliklardan vafot etadi. O'zbekistonda ham bolalar huquqini himoyalashga doir bir qancha ishlar qilinishi zarur. Ko'rinishicha avval tarbiyachi bolani boshqa tarbiyalanuvchiga urdirgan, keyin esa o'zi uni qattiq siltab, yuziga tarsaki tushirib, xonadan olib chiqib ketgan. Ma'lum Birinchi o'chirtda mana bunoni mashina tarqatib yuboraman. Birinchi o'chirtda. Birgina 2023-yilning dastlabki 9 oyida 1240 nafar bola zo'ravonlikka uchragan. Ularning ko'pchiligi bog'chalarda, maktablarda va ota-onalar tomonidan sodir etilgan. Aynan xuddi shu muammolarni oldini olish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi 1992-yilda ratifikatsiya qilingan. 2019-yilda esa prezident qarori bilan bolalar ombudsmani tashkil etildi. So'nggi so'z o'rnida bolalarni asrang.